Mubin Lolo haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Asl ismi Mubinaxon, familiyasi Abbosxonova. Hozirda 19 yoshda. Millati o'zbek. Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. Guliston shahrida. Otasi arxitektor, onasi dizayner. 2004-yilda tug'ilgan. Lolo taxallusi aslida multfilmdagi pingvinchaning nomidan olingan. Hozirda onasi bilan yashaydi. Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Oyisi va dadasi ajrashib ketishgan. 1 yildan beri blogerlik bilan shug'ullanadi. Hozirda Instagramda deyarli 700 ming obunachilari bor. Stories reklamasi hozirda $500. Post reklama narxi esa 1,5-2 ming dollarni tashkil etadi. Asosan Vinerlik bilan shug'ullanadi. TikTok House'da ham faoliyat yuritgan. Bonamur bilan juda yaqin dugonalar hisoblanishadi. Asosan faqat o'zga tanish yigitlar bilan videolar oladi. Green 71 ning kliplarida ham chiqqan. Birinchi klipi Bu meni uyim, ikkinchisi esa Major. Odamlar har doim nimadur deydi shiori bilan yashaydi. Ko'zoynaklarni shunchaki obraz uchun taqadi. 5-sinfdan buyon ko'zoynaklar taqishni yoqtiradi. Yoshligida ustozlari Mubin Loloning ko'zoynaklarini olib qo'yishgan. Figurasi tabiiy shunaqa emish. Yuzlariga kosmetologik o'zgartirishlar kiritgan. Rapper Massa bilan duet aytishgan. Duetni taklif qilib, Massaga Mubin Loloning o'zi yozgan. Kliplari syomkasiga 2 oy vaqt ketgan va qo'shiq matnini to'liq Massaning o'zi yozgan. Qattiq qo'shig'ini boshqa bir aktrisa o'ziniki deb Mubin Lologa PR qilmoqchi bo'lgan. 2024-yil yangi yilni Moskvada kutib olgan. Moskvaga ketish sababi esa konsertga chiqish bo'lgan. Universitetga hujjat topshirmagan va oliy ma'lumotli bo'lishni xohlamaydi. Uzun ko'ylaklarni faqat qarindoshlarining to'yiga kiyadi. Otasi bilan gaplashmaydi. Sevgan yigiti tashlab ketgan. Hozirda yigiti yo'q emish. Oyiga 50-60 million so'm pul topadi. Ammo chiqim undan ham ko'p bo'lib ketishini aytgan. Mashina ruliga o'tirsa, nafasi qisib, boshi aylanishni boshlaydi. Hozirda shaxsiy mashinasi yo'q. Bo'yi 174 cm, 10 cm poshna bilan doim 184 cm bo'yi bilan yuradi. Vazni 56 kg. 16 yoshida modellik maktabini o'qib bitirgan. 17 yoshigacha model bo'lib ishlagan va so'ngida blogerlikka o'tib ketgan. Onasining yoshi 49 da. Uydagilari kiyinish uslubiga qarshilik qilishmaydi. 5 yoshigacha Moskva shahrida yashashgan. Qaysi shaharda tug'ilganini aniq bilmaydi. O'zga to'q oilada katta bo'lgan. Bloger Abbos bilan 3 yil sevishgan. Keyin esa bir-birlariga to'g'ri kelishmagani uchun do'st bo'lib qolishgan. Obunachilariga jon qarindoshalarim deb murojaat qiladi. Kelajakda chet elda yashash niyati yo'q. Toshkent shahriga sodiq qolib, kelajakda ham shu yerda yashamoqchi. Uzmir va Said Ahmad Umarovning klipida ham rol ijro etgan. Sir saqlashni yoqtirmaydi, qora rangni yoqtiradi. Imijiga 1 yilda 2 martacha o'zgartirish kiritadi. Negativ kommentariyalar sabab yig'lab, blogerlikni tashlab ketmoqchi bo'lgan. Oilada 4 ta farzand. O'zidan katta 3 ta opasi bor. Ukasi va akasi yo'q. Mushugi o'lib qolsa, yig'lashi mumkinligini aytgan. Kuchugi o'lib qolsa ham yig'lashi mumkin emish. Oila a'zolarini juda hurmat qiladi. Onasi bilan juda o'xshash chehra va qomatga ega. Labini boteks qildirgan. Tirnoqlar ulab yurishni yoqtiradi. Munosabatlar haqida hech kimdan sir saqlamaydi. Juda ko'pchilik erkaklarning sevgisini javobsiz qoldirgan. Hype va PR ishlamoqchi bo'lgan insonlarni yoqtirmaydi. Suzishni biladi. Mashhur san'atkor va aktyorlardan unga nomaqbul takliflar ko'p kelib tushadi. O'zini yaxshi aktrisa deb hisoblaydi. Chet elga 7 kundan ko'p sayohat qilishni xohlamaydi. Chunki 7 kundan keyin zerikib qolishi mumkin. Eri buyursa uzun, ammo zamonaviy kiyinishga tayyor. Suhrobiddin bilan ham qiziqarli vaynlar suratga olgan. Qahramonimiz yoshga nisbatan ancha katta ko'rinadi. Menimcha har tomonlama. Massa bilan birga rep festivalda jonli qo'shiq kuylashgan. Milliy taomlarni yoqtirmaydi. Televizor deyarli ko'rmaydi. Amirxon Umarov shousida mehmon bo'lib qatnashgan. 2023-yildagi Qivizdagi chiqishlarda ham qatnashgan. Sahnaga Xoliqjon Vaynes bilan birga kirib kelishgan. Marhum Asad Algo bilan ham munosabatlarda bo'lishgan degan mishmishlar bor. Makiyaj hamda ko'zoynaksiz uni tanish deyarli imkonsiz. Doim poshnali oyoq kiyimlarda yuradi. Ochiq kiyinishni kelajakda tashlamoqchiligini aytgan. 20 yildan so'ng o'zini Instagramini o'chirib yuborgan holatda tasavvur qiladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i quvnoq bo'lishni xohlaydi. Qahramonimiz hech qachon kuchsizligini kimgadir ko'rsatish kerak emas deb hisoblaydi. Yaqin kelajakda Massa bilan birga yana bir duetlari chiqishini aytgan. Do'stlar, agar videomiz sizlarga yoqgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!